Assalomu alaykum azizlar. Kanalimizga yangi kirganlar uchun boshidan aytib qo'yay, biz mutaxassismiz va faqat ilmda berilgan gaplarni aytamiz. Shuning uchun bizdan hozir internetni bosib ketgan, ostida ilmiy asosi bo'lmagan, ya'ni aksariyati yolg'on bo'lgan vahimali ko'pirtma gaplarni kutmang. Demak, bu videoda kam xarajat bilan ham ekinlar va mevali daraxtlardan yuqori hamda sifatli hosil olish yo'llarini ko'rib chiqamiz. To'g'ri, tuproqlar jonsizlashib, kasallik, zararkunanda va boshqa muammolar ko'payib borayotgan hozirgi sharoitda dehqonchilik ilmini yaxshi bilmasdan turib, bu maqsadga erishish qiyin. Biroq ilmini, ya'ni tuproq va o'simliklarni talabini yaxshi tushunsak, yuqori hosil olish ham, muammolar ham hech narsa emas. Demak, avval tuproqni qisqacha tushunib olamiz. Chunki o'simlik u ekin bo'ladimi, mevali daraxtlarmi farqi yo'q. Tuproq bilan bir butun bo'ladi. Tuproq ona bo'lsa, o'simlik uni qornidagi yoki quchog'idagi bolasi. Demak, tuproq kuchli bo'lsa, bola ham yaxshi o'sib, normal rivojlanadi. Qisqasi, tuproq o'simlikni boqadigan, o'stiradigan, himoya qiladigan jonli substrat, tirik massa. Tuproq 3 qismdan tuzilgan bo'ladi. Birinchisi maydalangan mineral zarralar, masalan qum. Ikkinchisi organik moddalar, masalan chirindi. Va uchinchisi tuproq jondorlari, masalan mikroorganizmlardan tuzilgan bo'ladi. Birinchi va ikkinchi qismlar tuproq massasini 99,5% dan ham ko'prog'ini tashkil qiladi. Lekin 0,5% ga ham yetmaydigan uchinchi qism, ya'ni tuproq mikroorganizmlari bo'lmasa, bu ikki qism hech narsaga yaramaydigan o'lik jism bo'lib turaveradi. Chunki mikroorganizmlargina tuproqni ana shu ikki qismini parchalab, undagi oziq moddalarni o'simlik ola oladigan shakllarga o'tkazadi. Demakki, shu o'lik massani foydali jonli jismga, ya'ni tuproqqa aylantiradi. Shuning uchun asosiy urg'uni mikroorganizmlarga qaratamiz. Umuman mikroorganizmlarni tuproqda bajaradigan vazifalari juda ko'p. Hammasini aytishni iloji yo'qligi uchun eng asosiylarini aytamiz. Demak, tuproqni mineral qismida o'simliklarga zarur bo'lgan barcha turdagi oziq moddalar, masalan, fosfor, kaliy, oltin gugurt, temir, kalsiy, magniy, mis va boshqa elementlarni yuzlab yillarga yetadigan zapaslari bor. Lekin bular suvda erimagani uchun o'simliklar ularni ola olmaydi. Mikroorganizmlar esa aynan ana shu birikmalarni suvda eriydigan shakllarga o'tkazib beradi va o'simlik ularni oson o'zlashtiradi. Mikroorganizmlarning keyingi ishi ular tuproqdagi organik massalarni chiritib parchalaydi va uni bir qismini oziqaga, qolgan qismini esa tuproq unumdorligini ta'minlovchi gumusga aylantiradi. Bulardan tashqari tuproq mikroorganizmlari kasallik qo'zg'atuvchi patogenlarni qiradi, havodan azot to'playdi va hokazo. Demak, tushundingizlar. Tuproqning kuchli bo'lishi ekin va mevali daraxtlardan yuqori hosil olishni, ulardagi kasallik hamda zararkunandalarni kam bo'lishini kafolatidir. Tuproqning kuchli bo'lishini esa mikroorganizmlar hal qiladi. Ya'ni mikroorganizmlarsiz na tuproq unumdor bo'ladi va na o'simliklar yashay oladi. Tuproq, o'simlik va mikroorganizmlar bir butunlikda yashaydi, birga ishlaydi. Bu buzilmas qonuniyatdir. Chet ellarning dehqonchiligi xuddi ana shu qonuniyatni yaxshi tushunishlari orqasidan kuchli rivojlangan. Demak, ana shu mikroorganizmlarning aksariyati o'simlik ildizi atrofida yashaydi va bularga boy bo'lgan tuproqlar unumdor, sog'lom, u yerda o'sayotgan o'simliklar esa baquvvat hamda serhosil bo'ladi. Chunki bu yerda simbioz yashash, ya'ni bir-birini qo'llash degan narsa bor. Ya'ni bu mikroorganizmlar o'simliklarni ko'p yashashidan va kuchli bo'lishidan manfaatdor bo'ladi. Chunki bular ildiz chiqarib turadigan ajratmalar bilan oziqlangani uchun o'simlik talabini qondirishga harakat qiladi. O'simliklarni oziqa va turli biologik faol moddalar, vitaminlar, aminokislotalar bilan ta'minlaydi hamda kasallik qo'zg'atuvchi patogenlarni rivojlanishiga yo'l qo'ymaydi. Demak, tuproq, o'simlik va mikroorganizmlarni bir butun ko'ra olmagan dehqon yoki bog'bon o'ylagan hosilini ola olmaydi.
Chunki mikroorganizmlar tuproq va o'simlik o'rtasidagi ko'prikdir. Berilayotgan mineral o'g'itlarni o'zlashishi ham, tuproqni yumshoqligi-yu uni nafas olishi ham, tuproqdagi suvni bemalol harakatlanishi ham va tuproqni unumdorligi, ya'ni bal boniteti ham bevosita mikroorganizmlarga bog'liq. Biroq bizdagi tuproqlarda chirindini kamligi, ayniqsa organik o'g'itlar, masalan, go'ng yoki kompostlarni deyarli bermaslik va zaharli pestitsidlar hamda mineral o'g'itlarni haddan ziyod ko'p ishlatish natijasida tuproq mikroorganizmlari keskin kamayib boryapti. Masalan, oldinlari haydalma qatlamni 1 gram tuprog'ida o'rtacha 2-3 milliard dona mikroorganizmlar bo'lardi. Bu ko'rsatkich hozirda 10 baravarga kamayib ketgan. Mana, bizni qishloq xo'jaligimizda muammolar bu qadar ko'payib, hosilimiz tushib, xarajatimiz ortib, dehqonchilik qilishimizni qiyinlashib borayotganini asl sababi. Hozir dehqonchilikdan gap ochilsa, dehqon bo'lmagan odam ham yer narkoman bo'lib ketgan deydi. Aslida esa tuproqda shunchaki foydali mikroorganizmlar kamayib ketgan. Bu esa mineral o'g'itlarni, turli ximikat pestitsidlarni yildan yilga ko'proq ishlatishga majbur qiladi. Ya'ni narkotik dozasini ko'paytirib boraveramizda oxiri tuproqni o'ldiramiz. Biz bir narsani chuqur tushunib olishimiz kerak. Bizdagi dehqonchilikda va hozirgi muammolarga mineral o'g'itlar ham, pestitsidlar ham yechim bo'la olmaydi. Aksincha, bular muammolarni battar kuchaytiradi. Xarajatlarni oshirib, oxir oqibat qishloq xo'jaligini befoyda sohaga aylantirib qo'yadi. Demak, biz faqat ekinlarga emas, balki shu ekinlar o'sadigan tuproqqa, shu tuproqni joni bo'lgan mikroorganizmlarga birinchi o'rinda diqqat qaratishimiz kerak. Ana shunda dehqonchilik qilish oson bo'ladi. Xarajat va mehnatimiz kam, hosilimiz esa yuqori hamda sifatli bo'laveradi. Endi ana shu tuproqdagi foydali mikroorganizmlarni ko'paytirish choralarini ko'rib chiqamiz. Bunda organik o'g'itlar, ya'ni go'ng, kompost, biohumus kabilarni doimiy berish asosiy o'rinda turadi. Biroq bizda bu o'g'itlar juda kam. Respublika miqyosida olganda gektarga 2 tonnaga ham to'g'ri kelmaydi. Tuproq mikroorganizmlari normada bo'lishi uchun esa har yili muntazam ravishda gektariga kamida 30-40 tonna go'ng yoki 20-25 tonna kompost berishimiz kerak. Lekin katta gektarlar uchun buncha go'ng topilmaydi. Topilganda ham arzon mahsulot yetishtiruvchilar uchun qimmatli qiladi. To'g'ri, beda bilan almashlab ekishda ham tuproqda katta miqdorda organik massa qoladi va bu massa mikroorganizmlarni yaxshigina ko'paytiradi. Biroq bizda bedali almashlab ekish deyarli yo'q. Hozir ko'pchilik, xo'p, unda nima qilaylik? Organik o'g'itlar kam yoki qimmat, almashlab ekish yo'q, mineral o'g'itlar va pestitsidlar oxir oqibat tuproqni o'ldiradi deb dehqonchilik qilmaylikmi? Yurtimiz yarim agrar mamlakat bo'lsa, odamlarni ko'pi yerdan tirikchilik qilgach, mineral o'g'itlarni ham, pestitsid ximikatlarni ham ishlatishga majburmiz. Bularsiz hosil olib bo'lmayapti-ku. Zo'r bo'lsang boshqa yo'llarni yechimini aytda vahima qilavermay deb achchiqlari chiqdi. Albatta aytamiz. Ilmda hammasini yechimi bor. Hattoki yuqoridagilardan ko'ra ancha oson, arzon va qulay vositalari bor. Masalan, hozirda laboratoriyalarda ana shu tuproq mikroorganizmlari ko'paytirilib, maxsus suyuqlikka solinib, idishlarda qadoqlanib sotuvga chiqarilyapti. Bu preparatlar qo'llanilganda undagi mikroorganizmlar tuproq ichida tez ko'payib, yuqorida aytilgan vazifalarni bajarishga kirishadi. Biroq muammo shundaki, hozirda bunaqa preparatlarni aksariyati chetdan kelyapti va ulardagi mikroorganizmlar bizdagi issiq iqlimga yoki sho'r tuproqlarga chidamayapti, tez nobud bo'lyapti. Yomoni, bunaqa preparatlarni ko'pi qalbaki, ya'ni ichida mikroorganizmlar yo'q. Shunchaki birorta arzon stimulyator qo'shiladi. Bu stimulyator esa ekinni ozroq o'stirib yoki biroz vaqtga yashnatgani uchun ko'z bilan ishlashga o'rgangan dehqonni oson aldaydi. Obbo, endi yechimini aytdi desak, yana yangi muammoni aytdiki bu odam. Bunaqa narsalarni tozasini qanday bilamiz unda deb o'ylamangizlar. Biz mutaxassismiz. Bunaqa preparatlarni haqiqiylarini yaxshi farqlaymiz. Demak, hozircha bularning ichida eng yaxshisi va arzoni deb tan olingani bu Biojet A preparati hisoblanadi. Bu preparat Toshkentdagi Embio kompaniyasida ishlab chiqariladi va bu preparatga 9 turdagi
kuchli mikroorganizmlar qo'shiladi. Biojet A preparati yurtimizdagi turli iqlim sharoitida sho'rlangan tuproqlardan tortib ishqoriy tuproqlargacha bo'lgan barcha tuproq turlarida hamda asosiy ekinlarda ishlatib kelinyapti. Samarasi yaxshi. Amaliyotda bu preparat tuproq holatini kuchli yaxshilab, ekinlar hosildorligini 20-25% gacha oshirdi. Buni yurtimizdagi ilmiy tadqiqot institutlari ham tasdiqlab, qishloq xo'jalik ekinlarida qo'llash bo'yicha tavsiya va qo'llanmalar berishgan. Ya'ni olimlarimiz ham bekorga bu preparatni aytishmayapti. Chunki Biojet A tarkibidagi mikroorganizmlar tuproqqa tushgach, bir necha ming barobar ko'payib, yuqorida aytilgan vazifalarni bekami-ko'st bajaradi. Ya'ni ular bargdan purkalgach, ildiz ajratmalari orqali ildiz atrofida yig'ilib, tez ko'payib, ildizni kuchli rivojlantiradi. O'zidan organik kislotalar ajratib, oziq moddalarni ildizdan so'rilishini kuchaytiradi. Umuman bu mikroorganizmlar ildiz atrofida bo'lgani uchun o'simlik bilan o'ziga xos aloqa tizimi o'rnatib, o'simlikka nima kerakligini doimo his qilib turadi. Masalan, ular havodagi azotni sintezlab, o'simlikka yetkazib beradi. Tuproqdagi mahkamlangan fosfor, kaliy hamda boshqa oziq moddalarni o'zlashuvchan shakllarga o'tkazadi. Kasallik mikroblarini qiradi. Agar o'simlik kasallansa, turli antibiotik moddalar hosil qilib, uni davolaydi. Hatto 8-raqamda turgani ildizdagi nematodalarni qiradi va ko'payishiga yo'l qo'ymaydi. Ular yana turli biofaol moddalar, masalan, turli xil aminokislotalar, vitaminlar, polisaxaridlar va fitogormonlarni sintezlab, o'simlikka yetkazib, uni turli stresslarga chidamli qiladi va tez o'stiradi. Eng zo'ri, bu mikroorganizmlar nafaqat o'simliklarni, balki tuproqni ham kuchaytiradi. Ular tuproq mikroflorasini tiklashi, tuproqni davolashi, uni isitishi, tuproqni oziq moddalarga boyitishidan tashqari yana uni yumshatadi, g'ovvoktor qiladi. Bunda tuproq va ildizlarni nafas olishi oson bo'ladi. Demak, Biojet A preparati tuproqni unumdor, o'simliklarni baquvvat va immunitetini mustahkam qiladi. Natijada ularga nafaqat kasalliklar, balki zarar kunandalar ham uncha-munchaga yaqinlashmaydi. Qo'shimchasiga mineral o'g'itlarni tejaydi. Suvsizlikda yordam beradi. Ekinlarni sho'rga chidamli qiladi. Turli pestitsidlarni ishlatishni kamaytiradi. Xullas, bu preparat hosilni yuqori qilib, mahsulot sifatini yaxshilaydi, ta'mini shirin qiladi, saqlanish muddatini oshiradi va mahsulotlar ekologik toza bo'ladi. Demak, Biojet A preparati bu urug'larga ishlov berish, barglarga suspenziya qilish, tuproqqa sepish va hatto sug'orish suviga qo'shib ishlatish mumkin bo'lgan 9 xil mikroorganizmlardan tashkil topgan bio preparat. Hozircha hech bir bio preparatda buncha sondagi mikroorganizmlar jamlanmasi yo'q. Ya'ni bu preparatni unga tenglashuvchi analogi yo'q. Hozir ba'zilar nega bu preparat Biojet A deb atalgan, shunchaki Biojet desa bo'lmaydimi deb o'ylashdi. Gap shundaki, bu preparatni yana bir egizagi, ya'ni Biojet B deb nomlangan turi ham bor. Lekin Biojet B da mikroorganizmlar bo'lmaydi, balki unda o'simlikni oziqlantiruvchi, o'stirib rivojlantiruvchi, stresslardan saqlovchi bir qancha moddalar saqlanadi. Masalan, bu preparatda makro va mikro elementlardan azot, fosfor, kaliy, magniy, oltin gugurt, kremniy, temir, marganes, rux, ya'ni sink, mis, molibden, kobalt va bor elementlari joylashtirilgan. Stimulyator va aminokislotalardan gumin va fulvokislota, yantar kislota, arta kremniy kislota, erkin aminokislotalar, L-triptofan kabilar bor. Eritma bargga yaxshi singishi uchun esa yopishtiruvchi kleysigacha qo'shilgan. Tushunganlaringizdek, Biojet B preparati tuproqni oziq moddalarga boyitadi. O'simlikni qo'shimcha oziqlanishini yaxshilab, uni baquvvat va serhosil bo'lishiga kuchli yordam beradi. Hamda Biojet A preparatini ishini kuchaytiradi. Demak, bu har ikki preparat birga qo'llanilgandagina tuproq unumdor, ekin va mevali daraxtlar esa yuqori hamda sifatli hosil beradi. Xullas, ikki asosiy maqsadimizni, ya'ni tuproqni kuchaytirish va ekinlarni oziqlantirishda ham mikroorganizmli, ham oziq moddali preparatlar jamlanmasi, ya'ni Biojet A va Biojet B preparatlari bu
zamonaviy ilm mahsuli, eng ilg'or yechimlardir. Hali birorta preparatda bunaqa universal tarkiblar yo'q. Ya'ni bu preparatlarni bularga tenglasha oladigan birorta analogi yo'q hozircha. Xo'p, demak bu ikki preparat alohida idishlarda chiqariladi. Chunki buncha sondagi mikroorganizmlar, oziq moddalar va biostimulyatorlarni bitta eritmaga joylashtirishni iloji yo'q. Lekin urug'larni ishlashda, bargdan sepishda yoki tuproqdan purkashda bu ikki preparat birga qo'llaniladi. Ularni bittasini ishlatib, ikkinchisini ishlatmaslik yarim natijaga olib keladi. Ya'ni bu preparat aslida bir butun hisoblanadi. Biojet A va Biojet B preparatlarni barcha turdagi o'simliklarga, ya'ni teplitsa va ochiq dala ekinlarida, mevali, mevasiz daraxtlardan tortib dorivor giyohlargacha, qo'yingki gulchilikdan to gazongacha universal ishlatish mumkin va hammasida yuqori samara beradi. Demak, video boshida qanday qilsak ekinlar va mevali daraxtlardan kam xarajat evaziga yuqori va sifatli hosil olish mumkin degan savolni qo'ygandik va buni amalga oshirishda tuproqni, undagi mikroorganizmlarni hamda ekinlarni baquvvat qilish yo'llarini ko'rib chiqdik. Bunda arzon va ishlatish oson bo'lgan vositalar, masalan, Biojet preparatlari eng qulay keldi. To'g'ri, bu videoda Biojetni qisqacha tushuntirdik. Hammasini aytamiz desak soatlab vaqt kerak bo'ladi. Lekin dehqonchilik va bog'dorchilikda Biojet preparatlarini ahamiyati katta bo'lgani uchun bular bo'yicha bir nechta videolar beramiz hali. Masalan, keyingi videolardan bu preparatlarni 3-egizagi bo'lgan Biojet S deb nomlangan turini va bu barcha preparatlarni har bir asosiy ekin hamda mevali daraxtlarga ishlatish tartiblarini batafsil tushuntiramiz. Amaliyotda bergan samaralarini dalalardan olingan videolari bilan ko'rsatamiz. Biroq siz bu preparatlarni hozir ishlatmoqchi bo'lsangiz, unda Telegramdagi dehqonchilik degan guruhimizga o'tingda ekiningizni aytib so'rang. O'sha ekinga qo'llash tartibini tushuntiramiz. Va albatta boshqa savollarni ham bemalol berishlaringiz mumkin. Aksariyatiga o'zim javob yozaman. Guruh havolasi hamda Biojet preparatlarini olish yoki hamkorlik qilish uchun kompaniya call center raqamlari video ostida va birinchi kommentariyada berilgan. Ko'k yozuvni bossangiz o'zi o'tkazib qo'yadi. Demak, shu bilan bu videoni yakunlaymiz. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr azizlar.